Haval dunyosini eng chaqqon savdolik mashinasi bu Haval Julian. Menga konkretno yoqqan narsa. Yangi malov bundan aqlli mashin bor, lekin bundan aqlli arzonrog'i yo'q. Kerak. Siz xohlaganda rangcha bilan, rasvetkani o'zi bilan. Sizni yuragingizda qip-qizilgina mashincha. Menimcha ko'p kishiga grafika qiziq bo'lsa kerak, menimcha 30% dagi 50%, 60%, 70% bo'sh to'lov qilasizlar. Конечно, 100% hech kim olmaydi, chunki unaqa pulni birdaniga mashinaga tiqishda o'zi gunoh. Buni ham tushunamiz. Masala nimada? Yangi malov bu umumniy mashincha. Realni полностью hamma narsasi chotki, rangidan boshlab 3 ta pozitsiyasi. Menimcha 280 million so'mdan boshlanibdi-da, 310 million, sizga 330 million so'mgacha. Jonkani o'zi 360 kamera, samoторможение, если что mobilda shu reklamansa soha edi. Undan tashqari umumniy alisasigacha bor. Deraza, oyna hamma narsani o'zi alisa hal qiladi. Siz xohlagan именно panorama look. Qarang, qanaqangi chiroyli prostorni salon o'zi. Farzand darzi bilan agar ko'proq tema qilaman desangizlar, bozorlikda cho'chaversangiz, mana sizga konkretno sizga bagajda o'zi ham prostorni. Endi motor haqida yangi ko'p tushunmaysiz, o'sha uchun gapirib o'tirmayman. Salonda o'ziga kelamiz, salonda o'zi ham mana kengishgina, полностью cruise control, hamma narsasi joyida, monitor. Endi buni vidda o'zi shaharda lady bo'lib yurasiz. Chunki mashinaning vidi дерзкий. Haval именно Julian. Общий lokatsiyamiz bilan Memorlar 3, Navozot ketish yo'li, просто kelib 15 minutga shunaqacha hujjatlarni taxlab, aylanib ko'ring. Ma'qul kelsa bosavering. Agar lichna men nomdan kelsangizlar, biror narsa qo'shib ham beraman dedi. Endi bilmasam ishonarli bo'ladimi, yo'qmi, kelib ko'ringlar. Agar ma'qul kelsa bosavering.